Hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan Gamer. Drop Gamer'ning videosida meni ko'rgansizlar degan umiddaman. Bugun men sizlar bilan turli xil modlar tortdim va bosslar modi hammaga qiziq bo'lsa kerak. Minecraftda bosslar urushtirish. Shuning uchun men bugun turli xil bosslarning modini tortdim va men urishtirmoqchiman ularni. Sizlarga aytib o'tsam va kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Ve let's go do'stlar, biz boshladik do'stlar. Do'stlarim, ko'rib turgan bo'lsangiz, men modni mana shu joyga yukladim. Mana bu mening modlarim. Bu nima? Birinchi bosslarimizning o'zimga yoqqanlarini olib olaman. Buni ham olamiz. Mana bu mening mashinam. Kerak emas, buni ham olamiz. Bu ikkalasi bir xil bo'lib qolibdi. Bir xil kerak, buni olib. Mana shu bossni yaxshi ko'raman-da do'stlarim. Birinchi bo'lib esa buni 3-4 ta o'rnatib olamiz. Chunki ular lazer otuvchilar, ko'rgan odamni otadi. Bu yerga ham bitta qo'yib qo'yamiz. Va yo xudoyim. Men bunisini nazarda tutmagandim do'stlarim. Nimalar bo'lyapti? Bu bosslar bular qo'ymaslik kerak dasi, mayli boshqa joyga ketdik. Xayr. Goodbye do'stlarim. Xayr. Birinchi bossimiz Godzilla ekan. Wow. Raqibining nima? Urush endi. Urush. Mayli. Nimalar bo'lyapti? Urush endi. Urush. Do'stlarim, bu Minecraftda qandaydir xatolik bo'ldi. Ba'zi bir bosslar bilan urushmas ekan. Mayli. Godzilla'ning bir yaratilgani. Sam to'g'ri bo'ladi. Bu bossimiz bo'lyapti. Ikkinchi bossimiz esa mutant. Va yo'q, Muto yutqazdi. Ming afsuski yutqazdi. Seni ham o'ldiramiz. Mana bu esingizdami? Pushka va menga yoqqani. Yo'q bo'ldi. Tasha. Oyoq qo'yul. Mana pistoletlarim bunaqa bo'lmas. Do'stlar, men bir nechta tajribalar o'tkazdim va mana shu bosslarni men urishtirib ko'raman. Godzilla va Mutomali. Shunaqa yozilgan ekan ismi. Mana bu. Xudoyim, bu qo'rqinchliligini. Mutomali qani yutib olasan sen Godzillani? Chunki Godzilla boyagina Mutoni yutdi. Kutib oling, Godzilla champion. Mali
Afsuski, Mutoli yutqazdi. Bir kurash tur. Afsuski, yana Godzilla yutdi. Sizlarga Godzilla yoqdimi? Izohlaringizni kommentlarda yozib qo'ying. Keyingi raundga esa Godzilla bilan juda katta bir boss ko'rishadi. Do'stlarim, kutib oling, Monster Zero. Qurolli oltin ajdarho. Unga qarshi esa 2023-yildagi Godzilla. Kutib oling. Qo'yyapsan axir. Hozircha do'stlarim. Chunki bizga ko'rinmayapti. Do'stlarim, Godzillani yenga oladigan oltin ajdarho topildi. Endi esa do'stlarim, qandaydir bug bo'lib bizni chiqarib yuborishdi. Videomiz shu joyda tugaydi. Xayr, omon bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.